学小分队。 Çatakçı çoğu mahluk. Qara, men govudan ishkini yasadım. İki bo'lgandan bir bo'lgan yaxshi. Bir bo'lganmi yaxshi ekan. Chekiraq ekran doimiy govni qo'rqitib yetadi. Chekiraq ekran Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada shart paydo bo'ldi. Voy! Hey, bu tushmijoz Changu efendimken. Hey, yaxshimisiz tushmijoz Changu efendim? Hey, mening sizlar bilan paralashadigan vaqtim yo'q. Men bugun bakli parakanda. Nemishqa? Chunki chatoqchi g'alati maxluq mening qishimda. Chatoqchi maxluq haqiqatan bu bekli gapsiz. Shundoq. U mening paypoqlarimni qalaymiqon qilib etdi. Tushmijoz Changu efendi, sizga qanday yordamimiz kerak? Sizlar paypoqlarimni ilgirki altligiga o'xshash qilib retlab bersangiz bo'ladi. Men chatoqchi g'alati maxluqni chiqib kelay. Asirman, siz g'alati maxluq matematika uqumidan foydalanib paypoqlaringizni retlab bering. To'g'ri, g'alati maxluq matematikasi har qanday masalalarni hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematik uqumi hamma yerda mavjud. Tezroq. Hey, sizdan g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib, birlikda vazifa o'rnadingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni qilamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifa o'rnashimizga yordam beradi. Raqamlar vaqt keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa bir jup. Bir jup. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangilding. Matematikaning sirlarini ochaylik. Bir jup. Hozir demaysan-ku bu. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganda andin degin. Oh, ma'qul. Bo'ladi do'stlar, biz endi qalayimqon bo'lib ketgan paypoqlarni ratlikli boraylik. Ha? Tushmijoz Changu efendim, siz bizni bu qalayimqon cheshlab ketgan paypoqlarni qanday ratlasin deysiz? Paypoqlarning o'z jipdan tepib ratlaysizlar. Qaytib kel. U chatoqchi ablah. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Bir jup. Tayyorlig'inglar bitdimi? Ondaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Bir jup. Ha, qaranglar. G'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. G'alati maxluq qartaylayotdi. U bir jup paleta qilibdi. Bir jup qartaylash oyog'i kiyibdi. Bir jup chanqi shiltibdi. Yana bir jup chanqi oyog'i ishlatgan. Ehtiyot qilinglar. Haqiqatan o'lim bo'ldi. Biz hozir nemining bir jup bo'lganligini bilib oldik. Bir jup deganning ma'nosi o'xshashib ketadigan ikki narsaning birlashishiga, masalan paypoq. To'g'ri deding. Bir jup bo'lsa raqamlik askartma so'z. Kelinglar do'stlar, biz cho'qim qila olamiz. Biz g'alati maxluq matematik uqumini ishlataylik. Bir jup qilish uchun biz albatta o'xshib ketadigan paypoqlarni bir yerga elib kelishimiz kerak ekan. Bu paypoq bulamdi. Ular bir jupmi? To'g'ri. Ular bir jup emas. Ularning rangi o'xshamaydi ekan. Biz yana bir qizil rangli paypoqni tepishimiz kerak. Mavchi, bu mu qizil rangli paypoq ekan? To'g'ri bo'ldi. Biz birinchi paypoqni topdik. Atrofdagilar qaltis ish qildinglar. Qaysi paypoq buning bilan bir jup? Ko'k rangli paypoq. Men uning jupini topay. Qaranglar, dal bu shu ko'k rangli ekan. Shundoq ekan. Ularning rangi o'xshash ekan, biroq qarmoqqa ancha o'xshamaydigandekmi qiladi. Ha? Qaysi yeri o'xshamaydi ekan? Sizlar uning qayerni o'xshamaydiganligini bilamsizlar? Albatta. Bu ikki paypoqning shakli o'xshamaydi. Ha, to'g'ri ekan. Men ko'rdim. Men bir ko'k ranglik mushning o'xshash paypoqni tepib bir jup qilay. Mau shumi? To'g'ri, yeni bir jup paypoqni topdik. Matematika haqiqatan qiziqarli ekan. Biz davomli topaylik. Bu qaysi bilan bir jupdi? Sizlar ko'rdinglarmi? Qayerda ekan? O yerda ekan. To'g'ri, shakli va rangi o'xshash ekan. Bir jup. Va! Bu qaysi bilan bir jupdi? Men ko'rdim. Dal bir jup ekan.
Biz en qaltis paypaq tepish ettirdi. Men yana bir jup paypoqni topdim. Ular butunlay o'xshashgan. Oh, baxıdığım kep ketdi. Ular paypaq emas-ku. Bu Max'ın puti. Voycha, bular paypoq emaskan. Puchu. Bunun jüpti qaysi? Mana mavi, rangi va shakli hammasi o'xshashgan. Biroq azroq o'xshamaydi ekan. Qayeri o'xshamaydigandi o? To'g'ri. Guli o'xshamaydi ekan. Ha, shundakkan. Bir paypoqda tangi gul, yana birida yo'lliq siziqchi bor ekan. Biz bu en axırqı 2 dana paypaqning jüptini tapayli. Ularni qandoq jüplaytirsak bo'la? Buning bilan mavo, qarag'ana, bu paypoqdimi tangi gullar bor ekan. Andin, yana bir dana yo'lliq paypaq qoldi. Qaranglar. To'g'ri. Biz barliq paypaqlarni ratlab bo'ldik. Yaxshi qildinglar do'stlar. Biz matematik bilimini g'alaba qildi, ishilta oldik. Sizlarning vazifanglar tek tamamlanmadı. Çataqçı məxluq mening barliq vaqiraydigan kanaylarimni qalaymiqa qilib etdi. Ha? Varqilaydigan kana degan nima? Demakchi bo'g'inim u qandaq narsa, ha? Men bilan menglar. Varqiraydigan kanay. Qara. Vah, nima degan umoq? Çataqçı məxluq ularni qashadin chiqirib etibdi. Ularni tutib, solab bersanglar bo'lardi. Anlamoqqa oid oddiydek o'tirdi. Qaraganda matematika o'qimini ishlatishimizning hojati yo'q-ku. Har bir qashaga 2 danin solaysizlar. Ishkini? Qaraganda matematika o'qimidan foydalanmasak bo'lmoqdak. Nere tur, çataqçı məxluq. Bo'ladi do'stlar. Biz bu kanaylarni qashasiga solab qo'yaylik. Bir qashaning ichiga 2 dana solaymiz. Bu osonkan 1, 2. Hey, ular sakrab chiqib ketdi. Ha, qani, kirib ketinglar. Bu qandaq gap? 2 jip kanay maxluqni qashaga kirgizib bo'ldik. Nimishqa bu maxluqlar qashaq ichida turmaydi? Ular faqat o'ziga o'xshaydigan kanay bilan bir qashada turishni yaxshi ko'radi. Raqamli g'alat maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alat maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Bir jup tayyorlig'inglar bitdimi? 3 kishi sanayman. 1 2 3 Bir jup. Vah, raqamli maxluq kelibdi. Bu bir jup maxluqning 2 tal burni bor. Bu bir jup maxluqning 3 tal puti bor. Bu bir jup maxluq unlik ovozda suv ichib atadi. Bu bir jup maxluq yuqori ovozda kekirib atadi. Mana o'shundaq. Qani, marhamat. Rahmat sana matematika ko'rsatish ekrani. Buncha ko'p bir jup maxluqlarni bilib olganimiz bek yaxshi bo'ldi. Bu bizga to'laydigan kanaylarni juplashtirishimizga nihoyatda cho'ng yordam bo'ladi. Biz birlikda matematika bilimlaridan foydalanaylik. Voy! Bir jup deganimiz 2 dona o'xshash narsani ko'rsatdi. Qaysi kanaylar o'xshashdi? Do'stlar, biz birlikda izlaylik. Qaysi bu kanay bilan bir jupdi? Mana mavi. Sizlar chichu. Ular bir jupmi? O ikisi azroq o'xshamaydi ekan. Ha, men bildim. Ularning beshdagi mungizi o'xshamaydi ekan. Birisinikida 2 tal mungiz, yana birisinikida 3 tal mungiz bor ekan. Ularning beshidagi mungizning soni bilan o'xshashlari bormi ekan? Men 2 tal mungizi bor kanayni ko'rdim. Men 3 tal mungizi bor kanayni ko'rdim. Ulan tutib olayli. Oy. Voycha. Kapsiz maxluqlar. Qaranglar, mukammal 2 jup. O'zinglarning qotani qaytinglar. Ular qochib chiqmadi. Demak, ular bir jupkan. Shuni bilib turishni xohladi. Qolganlar qaramoqqa o'pmoqshash turdi ekan. Undaqda biz har bir qashog'i 2 dan solayli. 1 2 1 2 Oy, ular sakrab chiqib oldi. Ular xushal bo'lmadi. Ular cho'qim bir jup emas. Cho'qim o'xshamaydigan joylari bor. Qaysi yer o'xshamaydigandi? Kanay bo'yicha varangchiroq qilyapman, o'ynashqimi amalsiz qoldi. To'xtanglar. Ovozni ko'pchilik kanayning ovozini zangsilib anglab yiqinglar. Sizlar angladinglarmi? Kanaylarning qaysi tarafi o'xshamaydi ekan? Chiqargan ovoz o'xshamaydi ekan. To'g'ri. Cho'qim shundoq. Bu
Bu kanaylarning chiqargan ovozi o'xshamaydi. Şuna biz ulanı cüpleştirsek. Men bildim. Kanaylarni ovoz chiqarg'izayli. Yoki o'xshash ovoz chiqarganlarni bir yerga kelaylik. Oh, meningcha sizmi qila olasizmi deyman, ha? Buludu, ondaqda bunun ovozi bilan o'xshashlarchi, ha? Ma'uning ovozi o'xshash chiqadi ekan. Undaqda biz ko'rib boqaylik. Ular bir juftmi emasmi? To'g'ri ekan, mukammal bir jup kanay. Bu ikkisini ovozi o'xshaydi ekan. Ularni bir juft ekan. Biz barliq ovoz chiqaradigan kanaylarni juplashtirib oldik. Men oxiri bu chatoqchi xalit maxluqni tutib oldim. Bizmi sizga yordamlashib paypoq va kanaylarni juplashtirib bo'ldik. Albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqishni ortayli. Undaqda men 3 kishi sanayman. 1 2 3 Oy! Biz Biz matematik 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 bilimlarni bilimlarni g'alabalik oldik.